Ey do'stim, ayolingizni ko'z-ko'z qilib charchamadingizmi? Bo'ldi yetar, hamma ko'rdi siz ayolingizni. Kerak bo'lsa, uyat bo'lsa ham aytaman, ayolingizni bir marta bo'lsa ham hayol qilib ko'rganlar ham bo'lgandir. Ayollar bu bir sovg'aga o'xshash kerak-da. Sovg'a, ya'ni faqatgina bu sovg'a kimga tegishli? Misol uchun, tug'ilgan kuningiz bo'ladi, sizga sovg'a berishadi. Telefonmi, mashinami? O'sha narsa faqat sizga tegishli bo'ladi, telefon. Hech kimga bermaysiz uni, chunki shaxsiy mulkim deysiz. Ayolingizchi? Sizni shaxsiy o'zingizning ayolingizmi? Uni qiziqolmaysizmi siz? Birovlardan qiziqolmaysizmi? Mana shu ommaviy axborotlarga chiqaryapsiz, ayolingiz bilan birga chiqyapsiz. Xo'p, ayolingiz mayli o'rangan bo'lsa ham, ro'moli bo'lsa ham, lekin erkak zot shunaqa yaratilganda, baribir ham shayton yo'lda uratdi, "Iya, ayoli chiroyli ekanmi?" deydi. Tem bo'ldi ayolingizni siz bezantirib olib chiqasiz-da. Chiroyli qilib olib chiqasiz. Agar bo'yanmasa, "Bo'yanvo" deysiz. Bunaqa chiqmayman sen bilan deysiz-da. Kulgili bo'lsa ham aytaman. Hozir eng achinarlisi, homilador bo'lsa ham ayolingiz bilan birga chiqasiz. Meni ayolim homilador. Oldingi ota-bobolarimiz homilador bo'lsa, kerak bo'lsa, ya'ni onalarimiz ota-onasini, otasini oldiga, akasini oldiga borishga uyalgan ekan, bormagan ekan. Qornini ishirib. Lekin siz bemalol rasmga tushyapsiz. Rasmga tushib, o'zingiz profilingizga qo'yib qo'yapsiz. Uni hamma ko'ryapti-da, "O, tabriklaymiz" deyapti. Lekin ichida uni o'lay erkak bo'lmasdan o'l deyapti. Keyin hamma Instagram izohlariga kirib yoki YouTube bo'ladimi, yozadi. "Dayusjon qandaysan?" deydi yoki "Ayoling chiroyli ekan" deydi. Bu mag'ir gaplar yozib tashlaydi-da, lekin ularni ishi ham to'g'ri emas. Birovni dayus deyish. Alloh biladi kim dayusligini. Hozir erkaklarni aytsak, ayollar ham chiqaryapti erlari bilan birga. Ayoli bloger bo'lgan, erlarini olib chiqadi. Erlari ham mag'rurlanib chiqaveradi. Ayolim blogerda endi deb oldida turaveradi shunaqa qilib, irshinglab. Mashaalloh kalimasini bunaqa bo'mag'ir er-xotin chiqib olib valsga tushgan yoki boshqa qiliqlar qilgan ularga ishlatmanglar videolaringizga. Ya'ni yozib qo'yadi, yozib keting kommentariyada mashaalloh deb yoki havasingiz keldimi bitta like bosib qo'ying deydi. Eng qizig'i ko'pchilik baxtli bo'lingizlar, havasimiz keldi deb yozadi-da. Xo'p, havasi keldi birovni. Sizga lekin bir tomondan achinadi ham ko'pchilik bu holatingizga. Alloh hammamizga tavfiq, iymon, ofiyat bersin.